Assalomu alaykum azizlar. Bugun milliy sertifikat testlarining 3-savolini ko'rib chiqamiz. Bunda ko'proq ma'nodoshlar yoki bo'lmasam yangi so'zlarni beradi va ularni izohini topish kerak bo'ladi. Xato berilgan javobni toping yoki bo'lmasam to'g'ri berilgan javobni toping degan savol beriladi. Buning uchun biz quyidagi, demak, yangi so'zlarni yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Buni yodlaganingizdan keyin men sizga topshiriq beraman. Hozir uni ham tushuntirib o'taman. Demak, e'tibor berib yodlab qolish kerak bu so'zlarni. Mana qarang, avans, bo'nak degani nimagadir bog'lab yodlab qolsangiz oson bo'ladi. Mana bu iceberg so'zi ham ko'p tushyapti savollarda. E'tibor bering, iceberg muztog' degani. Muzlik desa ham xato. Mana shuni chalg'itadi sizni. Avtopilot, avtoboshqaruv, body kamera, demak body degani demak ingliz tilida tana kamera emas, demak yon kamera ekan. Dastavka so'zi ham ko'p tushyapti. Dastavka jo'natma emas, yetkazish, jo'natma deb berilyapti. U xato. Demak, yetkazish degan javobni olishingiz kerak bo'ladi. Juda ham bir-biriga yaqin savollar beriladi. Mana shularni farqlab ajratish kerak. Zona so'zi ham tushdi o'tgan aprel imtihonlarida. Zona hudud maydon deb tushdi. Demak, mana shu javobda demak xatolik maydon so'zida edi. Carvingni bilasiz, koridor, zal, kotlovon, mana xandaq. Mana shu so'zlarga e'tibor bering. Lider, yetakchi, link, havola. Mashrut so'zi ham tushdi. Mashrut so'zini avtobekatmi shunaqa deb berdi. Bu demak xuddi mana shu so'zda xatolik bor edi. Mashrut bu jamoat transporti deb berdi. Mashrut jamoat transporti emas, yo'nalish hisoblanadi. Master class so'zini eslab qoling. Master class, mana masterda m harfi bor, mahorat darsida ham m harfi bor, mm bo'lar ekan, eslab qoling. Motivatsiya, ruhlantirish, navigator, yo'llagich, najdak, qumqog'oz, atverka, buragich, parol so'zi ham tushyapti. O'ron degan javobni olishingiz kerak bo'ladi. Perplyot, muqovalash, polik, demak endi mashinalarda bo'ladi bu, to'shama, progressiv, ilg'or, svetofor, mana yo'l chiroq, shurub, anomal, mana anomal, g'ayritabiiy so'zi, shu ham ko'p tushyapti. Anomal so'ziga e'tibor bering. Mana bonus so'zi bor. Bonus, qo'shimcha siylov. Bonus so'zi bilan aksiya so'zini eslab qoling. Brend so'zi ham tushdi. Belgi, tamg'a, nishon, iz bo'lsa, demak to'g'ri javobga olasiz. Mana bu webinar so'zi bor. Webinar so'zi masofaviy seminar. Mana shu seminar, webinar, master class, mana shularni bir-biridan farqlab oling. Webinar demak masofaviy seminar. Smart, endi aqlli, buni bilasiz. Mana challenge bor. Challenge, chorlov, biror narsaga chorlov ekan. Mana irrigatsiya, sug'orish, bu irrigatsiya, sug'orish institutini yodlab qolsangiz esingizda qoladi, sug'orish. Kommentariy, sharh. Kommunikatsiya, muloqot, kriptovalyuta, raqamli valyuta, life hack, sara yechim, limit, demak cheklov, mikser, aralashtirish, negativ, salbiy, penablok, bularni bilasiz. Peniya, kechikma deyapti. Mana peniya, foiz emas, kechikma javobini olasiz. Probel, endi mana kompyuterlarda bo'ladi bu, bo'shliq, orachiq deyapti. Rakavina, chig'anoq, chanoq, rasprodaja, mana ulgurji ko'tarasiga, aksiya yoki bo'lmasam arzon narx deganlarni olmaysiz, ulgurji ko'tarasiga javobni olasiz. Revansh, mana jang, reels, mana qisqa videolar. Simptom so'zi ham berildi. Simptom so'zi kasallik deb berildi. Mana simptom so'zi kasallik deb berildi. Simptom so'zi kasallik emas, belgi, alomat bo'ladi. Suflyor, buni bilasiz. Treyning, mana treyning, mashg'ulot, malaka oshirish. Mana qarang, boyaga aytganim master class, mahorat darsi, treyning, mashg'ulot, malaka oshirish edi. Va seminar, mana shu so'zlarni, mana webinar, masofaviy seminar, mana shularni eslab qoling. Hashtag, mana kalit so'z, belgi, hostel, qo'naqxona,
emoji buni bilasiz, adaptatsiya, moslashish, aktual degani dolzarb, audit, tekshiruv, nazorat, bankrot, kasod bo'lish, bonus qo'shimcha mukofot, boyagi aksiya yoki rasprodaja, bonus, mana shularni bir-biridan farqlab oling. Defitsit, yetishmovchilik, delegatsiya, vakillar guruhi, dominant, ustun, yetakchi degan eksport bilan importda. X bo'lsa, demak tashqariga chiqarish, shu ham berildi. Eksport va import so'zlari. Importni tashqariga chiqarish deb yozib qo'ygan. Mana shu xato javob edi. Import bu i, mana i import bo'lganligi uchun ichkariga bo'ladi. I bo'ladi. Eksport tashqariga bo'ladi. X mana ko'proq narsani ifodalagan uchun tashqariga bo'ladi. Investitsiya, sarmoya, marketing, bozor faoliyati, motiv, sabab deyapti. Normativ, obligatsiya, mana majburiyat qog'ozi, obligatsiyani eslab qoling. Optimizatsiya, yana bu yerda mana progress, taraqqiyot, o'sish, protsedura, tartib, yo'l, yo'riq, reyestr, ro'yxat, rezerv, zaxira, risk, xavf, risk so'zi ham ko'p ishlatilyapti. Risk, xavf, sanksiya, mana jazolash chorasi, sertifikat, guvohnoma, simulyatsiya, sun'iy o'xshatish, standart, me'yor, andoza, strategiya, keng qamrovli reja, strategiya mana qo'yilyapti-ku, bizda ham 5 yillik, 6 yillik strategiya, davlat strategiyasi. Mana shundan eslab qoling, keng qamrovli reja. Taktika, amaliy usul, ta'rif, narxlar jadvali, tendensiya, yo'nalish, moyillik, termin, atama, transformatsiya, o'zgarish, aylanish, variant, tanlov, ko'rinish, versiya, talqin, ko'rinish. Mana shu ikkalasini bir-biridan. Mana variant, t oxirida t harfi bor, demak tanlov qilamiz. Variantda mana ABCD variantlar bor, tanlov qilamiz. Versiyada endi mana telefonlarda versiyasi bor, u turli xil talqinda, turli xil ko'rinishda beriladi. Shuni farqlab oling. Virtual, sun'iy, kompyuter muhitidagi, volontyor, endi ko'ngilli degani. Endi buni yodlab bo'lganingizdan keyin men sizga topshiriq tashlayman atamalar bo'yicha. Mana bu tarafda atamalar, lekin atamalarni muqobil javoblari bu tarafda tartibsiz holda berilgan. Xohlasangiz print holatida chiqargan holatda, xohlasangiz telefonda ruchkasidan foydalangan holda bir-biriga olib borishingiz kerak. Mana probel nima deyilgan, negativ nima deyiladi, rakovina, mana chig'anoq dedigan, mana agar to'g'ri bo'lsa mana olib borasiz, mana bunday holatda qilib bajarishingiz kerak. Ya'ni strel